부탁드립니다. 아이고 예. 따라와 임마. 니네 아빠 또 한 건 했다. 큰일 날 뻔했어. 아니 근데 얼굴이 왜 이래? 넘어졌어. 이거 가지고. 그래. 자. 야 심각해 보이는데. 아니야. Guhi, bugun sen navbatchi eding shekilli. Nega suv idishni to'ldirib qo'ymading? Axir bu navbatchilarning vazifasi. Seni deb bugun men suv icha olmadim. Uzr so'rayman, men hozir uni to'ldirib qo'yaman. Faqat uzrmi? Agar chindan afsusda bo'lsang, bizga gazak sotib olib ber. To'g'ri, biz juda chanqagan edik. Bizga 100% haqiqiy olma sharbati olib kel. Men juda chanqadim. Olib kelasan, to'g'rimi? Men sening hamyoningmanmi? Choco chips, 2 ta non, sharbatlar va jeli ham bering. Hoy. Jihun. Yura seni klub zaliga olib kelishimni so'radi. Qachon bo'shsan? Mening vaqtim yo'q. Hoy, axir seni Yura taklif qilyapti. U bilan yaqin bo'lishni istaydiganlar ko'pligini bilasanmi? Unda ularni olib bor. Menga qiziq emas. Men keldim. Oho, bular buncha ko'p. Bular nima o'zi? Rahmat, Guhi. Muammo yo'q. Men ularning hammasini do'kondan yuvim nomiga sotib oldim. Guhi. Bu juda ajoyib. Qani och, birozgina. Yaxshi. O'lishni xohlayapsanmi? Buni qancha vaqt qilishimiz kerak? 1 oy. O'sha chol tufayli hammasi. Hech nima qilmoqchi emasmisan? Men aqldan ozdim. Buning uchun unga pul to'laymanmi? Biz zombilarmiz. Bizni o'ldirsa ham yana tirilamiz. Biz o'sha cholga qanday ishga aralashib qolganini tushuntirishimiz kerak. Hoy, u yerga qara. Bu kechagi qiz emasmi? O'sha cholning yonidagi. Hoy, sen bu yerga kel. Isming nima? Nega ismimni so'rayapsiz? Hoy, savolga javob ber. Isming nima? Go. Uning ismi Over. Homi bo'lganda yaxshi bo'lardi. Ahmoq. Gohi. Menga sening isming juda yoqdi. Menga Overlar juda yoqadi. Xo'sh, tovuq restoraningiz yaxshi ishlayaptimi? Restoranimizni qayerdan bilasiz? Ha, men otangdan qarzdorman. O'sha chol tufayli biz ko'p qiynaldik. Bilasanmi yoki yo'qmi? Demak, kechagi bolalar. Bu qiz juda asabga tegyapti. Sen otang uchun bizdan kechirim so'raysan. Men kechirim so'rayman, otam ba'zida qiziqqon. Sen to'g'ri kechirim so'rashing kerak. To'g'ri. Rozimisan, Hoguhi? Bularning barchasi 37,000 won bo'ladi. Qancha? 37,000 won. Xonim, keyingi safar pul to'lashga va'da beraman. Keyinroq to'lashimga ruxsat bering. Yo'q, bular juda ko'p. Agar puling yetmasa, ularni olma. Axir bularni olishim zarur. Yo'q. Iltimos, bularning pulini kartamdan oling. 37,000 won. Ha, keyin suv ham qo'shing. Nega unday qilyapsan? Menga sekin-asta to'lashing mumkin. Rahmat. Sen nimjon bo'lsang ham ko'p ovqatlanar ekansan. U chiroyli va juda mehribon. U farishtaga o'xshaydi. Bu yanoqlarga qara. Sen chuqurchalar bilan juda chiroyli bo'larding. Hoy, sen uni taqdirlayotganga o'xshaysan. Tushib ketyapti. Hoy, qovog'ingni solishni bas qil, sen kulib turishing kerak. Qani, 3 xil kulgili yuz hosil qil. Boshla. Burun teshiklaringni katta qil. 1, 2, 3. Buni qanchalar tez bajarsang, shunchalik tez ketasan. Sinfga borishing shart emas. Qani bo'la qol. Tabassum. 1, 2, 3. 돌다. 우야, 잘하네. Uning yuziga qaranglar, juda kulguli. Qachonki senga qo'ng'iroq qilsak, yonimizga doim tez yetib kelishing kerak. 알았지?
Senga nima bo'ldi? Biror narsa yuz berdimi? Ma'lumki, zombilar juda shafqatsiz. Sen noto'g'ri odamlar bilan aralashib qolgansan. Oddiy va tinch o'rta maktab hayotini orzu qilaman. Nima, ko'p narsa so'rayapmanmi? Kim u? Tovuq yetkazib berish xizmati. Biz tovuq buyurtma qilmadik. Bu tovuq yetkazib berish xizmati. Biz hech narsa buyurtirmadik. Oyi, sizga nima bo'ldi? O'zingizni yomon his qilyapsizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda bizning tovuq haqida yomon fikr bildirishgan. Ular tufayli restoranga bugun kam odam keldi. Nega tovuqni qaytarib olib kelding? Ular buyurtma bermaganini aytishdi. Balki manzilni adashtirgandirsan. Ularni nega qaytarib olib kelding? Men nima qilishim mumkin? Axir ular buyurtma bermaganini aytishdi. Hech bo'lmaganda pulini to'lashlarini aytishing kerak edi. Endi qanday qilib pul ishlaymiz? Dada, siz meni aqldan ozdirasiz. Agar siz bo'lmaganingizda men bu ahvolga tushmasdim. Unga birdan nima bo'ldi? Siz tufayli men shu ahvolga tushdim. Nima deyapsan? Sening ahvolingga nima bo'libdi? Men shunchaki yetkazib beruvchi qizman. Barchasiga siz aybdorsiz. Men keldim. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Biror narsa yuz berdimi? Gohi, senga nima bo'ldi? Sen otangga hech qachon bunday munosabatda bo'lmaganding. Hammasiga dadam aybdor. Men ham boshqalar kabi tinch yashashni xohlardim.